Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bu video tayyorlashdan maqsadimiz shu poliartrit kasalligi bilan kasallangan bemorlar uchun. Mana bugun ikkita bemorimiz telefon qilishdi. Biri ayol kishi ekan, biri erkak kishi ekan. Bu bemorlarni qabul qila olmadik. Sababi poliartrit kasalligining 4-darajasida ekan. 4-bosqichi, ya'ni bu oxirgi bosqich hisoblanadi. Bemorda ahvoli og'irroq bo'ladi. Bir joyga mixlangan holatda bo'ladi. Yuradi, misol yelli yurishi mumkin. Lekin og'riqlar o'ta kuchli bo'ladi. Cheklovlar boshlangan bo'ladi bo'g'inlarda, qotishlar. Harakat cheklanadi. Shuning uchun qabul qila olmadik. Sababi bu holatda bemorlarni qabul qilsak, yaxshi natijaga erishishimiz qiyin. Natijaga erishilinadi. Deylik, og'riqlarni pasaytirib beradi. Lekin baton yo'qota olmaydi 4-bosqichida. Bu cheklovlar, barmoqlarda qiyshishlar bo'ladi ularda. Shishlar bo'ladi. Endi shishlarni pasaytirib beradi, yallig'lanishni bartaraf qiladi. Lekin barmoqdagi qiyshayishlar, umuman bo'g'indagi qiyshayishlar bu to'g'rilanmaydi. Bu oxirgi darajasi. Shuning uchun bemor kelgandan keyin bolnitsamizga davolangandan keyin uyga javob beramiz. Uyga qaytib ketayotganda xursandchilikda qaytsa, biz ham orqalaridan xursand bo'lib qolamizda. Lekin davosi yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, biz ham xijolat bo'lib qolamiz. Shuning uchun bu maqsadimiz, sizlarga tushuntirish maqsadimiz, iloji boricha kasallikni bu 4-bosqichiga, oxirgi bosqichiga olib bormasdan imkon qadar davolanishni tavsiya qilamiz. Har qanday kasallikni ham erta bosqichida harakat qilib davolaninglar. Chunki oxirgi bosqichiga borgandan keyin davosi yaxshi bo'lmaydi. Davolayman 4-bosqichda ham sizni oyoqqa turg'izib yuboraman, qiyshaygan joylaringizni to'g'rilab yuboraman deganlar ham chiqyapti ekan. Bu narsani ham bemorlardan eshitamiz. Lekin u bo'lmagan narsa. Juda qiyin masala. Meditsinada ham, tabobatda ham ilojisi yo'q bo'ladi. Oxirgi bosqichdagi bemorlar uchun. Yoki operatsiya bo'ladi, yoki ilojisi yo'q davolanishda. Vaqtinchalik og'riqlarni qoldirib yurishlik shu bilan kifoyalanadi xolos. Endi baton yaxshilanishga o'tmaydi. Shuning uchun erta bosqichda harakat qilinsa, poliartrit kasalligiga muolajamiz bor. Juda ham foydasi yaxshi bo'lyapti, xudo xolisa. U yerda davolanib shifo topilmasdan kelayotganlar ham juda ko'p. Ana o'shalarda ham natijaga erishilinyapti. Shu apiterapiya bo'yicha. Asosan shu asallarni chaqtirib muolaja qilamiz. Bunga qo'shimcha giyohlarimiz ham bor. Tabiiy ravishda tayyorlangan giyohlar. Har bir kasallikning o'zining giyohlari bor. Ulardan ham qo'shimcha ravishda foydalanamiz. Bemorlarda holatidan kelib chiqib, kasallardan kelib chiqib, hijomamiz ham bor. Shu uchala yo'nalishda muolaja qilinadi poliartrit kasalliklariga. Xudo xolasa natijalarimiz juda a'lo. Agar revmatizm paytida kelinadigan bo'lsa, revmatizmni yo'q qilib yuboryapti, xudo xolasa. Poliartrit kasalligi bo'yicha ham endi buni turlari ham bor, poliartrit turlari, 5-6 xil turlari bo'ladi. Reumatoidniy poliartrit, infeksion poliartrit va hokazo. Bularning kelib chiqish sabablari ham, bu kasallik kelib chiqish sabablari ham turli xil bo'ladi. Shuning uchun kelib chiqish sabablarini muolaja qilinadi, xudo xolasa. Mana shu keltirib chiqarayotgan sabablari bartaraf bo'lgandan keyin xudo xolasa kasallik sekin-asta yaxshilanib boraveradi. Shuning uchun davolaymiz 1-chi, 2-chi, 3-chi bosqichlarini. Lekin 4-bosqichlarida telefon qilib, biz rad javobini beradigan bo'lsak, xafa bo'lmanglar, sizlardan iltimos. Biz ham davolay oladigan kasalligimizni chaqiramiz. Agar kasallik bir ahvolga tushib qolgan bo'lsa, operatsiyaga tayyor holatda bo'ladigan bo'lsa, u holatida muolaja qila olmaymiz. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Bizda davo bo'lgan kasalliklarni chaqiramiz. Davosi bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha oxirgi darajasi bo'lsa, chaqira olmaymiz. Shuning uchun har qanday kasallikda ham erta bosqichda harakat qilib davolaninglar. Bu sizlarning sog'liqlaringizga, o'zlaringizga foyda bo'ladi. Iloji boricha tabiiy yo'nalish tanlashni tavsiya qilamiz. Tabiiy yo'nalishda haqiqatdan organizm davo topadi. Misol deylik, apiterapiyada asalari zahir tarkibi juda murakkab hisoblanadi. Buni tarkibida juda ham ko'p mikroelementlar, aminokislotalar, fosfor, yod, kalsiy hammasi mujassam. Vitaminlar ham turli xil vitaminlar mujassam bor. Shuning uchun juda ham ko'p kasalliklarni muolaja qilamiz. Shu poliartrit kasalligi bilan kasallangan bemorlarda iloji boricha 1-chi, 2-chi bosqichlarda harakat qilib, apiterapiya bilan davolanishni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa effekt juda ham yaxshi bo'ladi. Ko'ngil to'q qilib kelinaveradi. Faqat oxirgi darajasiga yetkazib olib bormanglar. Har xil muolaja turlarini qilyapsizlar. Ko'pchilik bemorlar bilan gaplashamiz. Bu tajribadan o'tgan holatda, shunga tayangan holatda sizlarga gapiryapman.
har xil muolajalarni qilyapsizlar ekan, lekin bu muolajalar yordam bermayaptimi? O'zlaringlar bu narsani iloji boricha ertaroq tushunib, imkon qadar shu tabiiy davolanishga harakat qilinglar. Salomat bo'linglar. Alloh shifo bersin har bir bandasiga.